Aynen şu. Yok değil mi? Ya matella kada sana. Kim bu senin? Tiba stoją, ma? Valiant. Ko'tarib, qanchasi? Oyog'ini babin istaydi. Buraya hazır.看纠正一下，加强实验，加强实验都行，你这样勾也行，把它抓稳勾都可以。还不是要回个这个哦，它有回响。回没做好看。你看，哦，开始疼了，稍微10度，哎，好了吧？好了，好了，然后去做这个。Og'riq boshlangan vaqtida to'xtaymiz, og'ridi desa, to'xtab orqaga yondi 10 gradus atrofida orqaga yonadi. Yongandan keyin og'rish yo'q bo'ldi, to'g'rimi? Og'rish yo'q bo'lganda yegamiz. Yana qayta og'rish ko'rilsa, diagnoz nisbat qiladi. Keyin savol borda, bu borib tekshirish usuli L5 S1 da griziya bo'lsa og'riydi. L1 L2 bo'lsa-chi? 他说这个我们是这个这个实验是1415吧，一般来说是1415出现症状。他说15第一145第一都可以。他说是比如说这是我们15第一这一块出现问题的，然后比如说11、12、13这一块出现症状，或者说是有出现问题的时候有啥检查方法？它的首先我们的神经它会支配不同的区域。 Mesela nervlarniki mesela L1 L2 aralıqdaki mesela şu nerv yıldızlarının hammasiniki o'zini boshqarish doirasi bo'ladi-ku. Mesela oyoq tarafimizda qaysi doirada L1 L2niki masala ko'rilgan vaqtida qaysi doirada uyushadigan yo og'riydigan masala ko'riladi, shuni bilishimiz kerak-da. 包括感觉的和运动的，所以你可以先去查它的感觉的区域啊，那你这块就要知道它了。你比如说你刚刚说的这155第一，它可能就是一个外侧下来的你要继续往上走的话，可能就你看一个区域前侧的、外侧的，然后以及下面外侧的都是。 Bu hozir ustiga ko'tarishda faqat L5 bilan S1 bo'lmaydi. L4 bilan L5 bo'lishi mumkin. Lekin faqat shu uyushish yo og'rish kelib chiqqan shu o'rin bo'lishi. Masalan, balkim yon tomonda bu sonning yon tomoni uyushi mumkin. Yoki bo'lmasa oldi taraf, sonning oldi tarafi uyushi mumkin. Shu orqali bizniki L1, L2, L3, L4 yoki L5, S1 deb aytsak. 运动的